Assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan bakteriya strukturasi haqida mavzuni davom ettiramiz. O'tgan safar birinchi qism haqida gaplashgan edik. Endi ikkinchi qism haqida qisqacha to'xtalib o'tamiz. Xo'p do'stlar, o'tgan safargi darsda biz sizlar bilan hujayra qobig'ida mavjud bo'lgan dastlabki ikkita struktura, ya'ni kapsula va slaym qavat haqida gaplashgan edik. Ya'ni kapsula bu nima edi? Zich polisaxariddan tarkib topgan, fagositozdan himoya qiluvchi tuzilma edi. Agar rasmga e'tibor beradigan bo'lsak, mana markazda bakteriyaning o'zi, atrofda oq rang bilan berilgan. Endi bizda bakteriyaning kapsulasi edi. Ya'ni nima ekan? Organizm fagositoz, ya'ni bakteriyani, masalan, makrofaglar, makrofag bakteriyaning o'z tarkibiga yoki bo'lmasam yutib yuborishini oldini olish maqsadida bakteriya tashqi tomonda kapsula bilan o'ralgan edi. Va bunga qaysilar kiradi deydigan bo'lsak, bizda Shine's deb nomlangan mnemonika bor, ya'ni qaysi bakteriyalar bunga misol bo'la olar ekan deydigan bo'lsak, dastlabkisi S harfida Streptococcus pneumonia, H harfiga Haemophilus influenza, N harfiga Neisseria meningitis, E ga Escherichia coli, ya'ni siydik yo'llari infeksiyasiga sabab bo'luvchi eng ko'p bakteriya hisoblanadi. S ga Salmonella, ya'ni ichak infeksiyasi sabab bo'luvchi, K ga Klebsiella pneumonia, ya'ni bu ichakda hamda o'pkada ham kasallik chaqiruvchi, S harfiga esa oxirgi S harfiga beta guruh Streptococcus agalacti bunga misol bo'la olar edi. Endi do'stlar, bizda yana aspirin bemorlarda xavfli degan yozuv bor pastda. Bu degani bemorda taloq organ yoki spleen umumiy vazifasi immun tizimda ishtirok etish vazifasi edi. Ya'niki agar bemorda taloq mavjud bo'ladigan bo'lsa, quyidagi sanab o'tilgan bakteriyalarda yoki shu bakteriyalarga qarshi himoya birmuncha kuchliroq bo'ladi. Qachonki bemorda taloq olib tashlangan bo'lsa, avariya bo'lish natijasida yoki qorin oldingi tomoniga zarba berish natijasida taloq yorilib ketadigan bo'lsa, u albatta olib tashlangan bo'lsagina quyidagi bakteriyalarga organizm kurashuvchanligi kamayib ketadi va ular keltirib chiqargan kasallik talog'i bor bemorlarga qaraganda birmuncha yuqori ko'rsatkichga ega bo'lishi mumkin. Qisqaroq bizda mnemonika bor edi, chunki bu bakteriyalarda eng hayyirlari 3 tasi edi. Ya'ni Shin degan mnemonikamiz bor edi. Bular Streptococcus pneumonia, Haemophilus influenza va Neisseria meningitis deb nomlanganlari ko'proq uchrar edi bizda. Endi do'stlar, keyingi struktura biz slaym qavat haqida o'tgan videoda qisqacha gaplashgan edik. Ya'ni bakteriyalarni bitta yuzaga yopishib olib, u yerda keyin to'planib olishiga, u yerdan boshqa joyga migratsiya bo'lishda katta yordam berar edi. Bu haqida to'liq ma'lumotga ega bo'lish uchun o'tgan bundan oldingi videoni ko'rishni tavsiya beramiz. Endi do'stlar, biz kapsula va slaym S qavat haqida gaplashdik. Endi bundan tashqari hujayra yoki bo'lmasam bakteriya qobig'ida yana 4 xil qavat bor ekan. Xo'p, endi do'stlar, quyidagi rasmga e'tibor beradigan bo'lsak, biz bakteriyalarni ikkita katta guruhga gram usulida bo'yalishiga qarab turib bir-biridan farqlaydi. Ya'ni bo'yganimizda bizda rang bergan rangimiz qoladigan bo'lsa, bu gram pozitivga olayotdik. Endi yoki bergan rangimiz yuvilib ketadigan bo'lsa, biz buni gram negativlar deb atar edik. Endi nimaga bo'yoq qolishi qolmasligini bakteriyani shu qavatlarini ko'rish orqali biz to'liqroq o'rgansak bo'ladi. Dastlab do'stlar, plazmatik membrana yoki bo'lmasa bizda ichki membrana deb ham ataladi bu tuzilmasi. Bu ko'rsangiz ham musbat, ham manfiy ishora berilgan. Bu degani ham gram pozitivlarda, ham gram negativlarda mavjud bo'lgan sitoplazmatik membrana yoki mana bu qavatga mos kelyapti. 2 qavatli fosfolipiddan iborat bo'lgan qavat. Xo'p, endi do'stlar, undan tashqari yana qaysi qavat bor ekan desak, endi eng tashqi tomonda tashqi membrana bor. Bunga faqatgina manfiy ishora qo'yilgan. U degani bizda faqatgina bu qavat gram negativlarda bor xolosligini bildirib o'tyapti. Endi periplazma qavat ham bizda faqatgina gram negativlarda bor. U degani tashqi va ichki membran orasidagi mana bu bo'shliq, mana bu umumiy bo'shliqni biz bitta qilib periplazma deb nomlaymiz. Va oxirgi qavat qolyapti. Bu bizda
hujayra devori deb atalyapti. Bunda ham gram pozitivlarda, ham gram negativlarda bor. Hujayra devori deganda mana bu tuzilmani biz ko'z oldimizga keltirsak bo'ladi. Cell wall deb atalgan. Faqatgina gram pozitivlar bilan gram negativni bu yerda farqi, gram pozitivda hujayra devori bir muncha qalin, gram negativda esa bu yupqaroq. Shuning uchun biz bergan bo'yog'imiz gram pozitivda qoladi, chunki bir qavat qalinligi uchun. Gram negativda hujayra devori yupqaligi uchun bergan siyohimiz yoki rangimiz o'chib ketib qoladi yoki yuvilib ketib qoladi desak bo'ladi. Xo'p, endi do'stlar, yuqoridagi mana bu tuzilmalarga e'tibor berishingizni so'rab qolardik. Ya'niki birinchisi nam nima, nag nima degan savol tug'iladigan bo'lsa, bular ikkala gram pozitivda ham gram negativda mavjud bo'lgan shu hujayra devorini mana bu qismini hosil qilishda qatnashayotgan tuzilmalarda qisqartirilgan nomi. Misol uchun nam degan N-asetil muramik kislota bo'ladigan bo'lsa, nag bo'lsa bizda N-asetil glukozamin hisoblanadi. Ya'niki mana bu tuzilmalarda biz misol qilib keltirsak bo'ladi. Endi ular bir-biriga bog'lab turgan bog'lovchilar bo'ladigan bo'lsa, bizda peptidlar deb ataladi. Endi do'stlar, hujayrani plazmatik membran sohasida ikkalasida ham P harfi bilan belgilab qo'ygan tuzilma bor. Buning qisqartirilgan nomi mana bu joyda, ya'niki penicillin binding protein hisoblanadi. Xo'p, buni vazifasi nima deydigan bo'lsak, tasavvur qiling, shu penicillin binding proteinda mana bu qora bilan belgilab qo'yayotgan nuqtalarimiz yoki joylarimizda transpeptidaza deb nomlangan modda ishlab chiqariladi. Uning vazifasi shu hujayra devorini bir-biriga mustahkamlikni ta'minlovchi mana peptidlarni ishlab chiqarish hisoblanadi. Endi bizda penicillin binding deb bekarga nomlamadik. Penicillin o'zi nima? Bu antibiotik. Bizda penicillin binding protein yoki boshqa turdagi misol uchun cefalosporin dorilarni beradigan bo'lsak, ularning vazifasi shu penicillin binding protein tarkibidagi transpeptidazani yo'q qilib yuborish edi. Ya'ni transpeptidazani nima ish qilyotdi? Peptid ishlab chiqaryotdi. Peptid nima ish qilyotdi? Hujayra devori shakllanishida qatnashyotdi. Endi qattiqki biz antibiotik beradigan bo'lsak, bakteriyaga ularda tarkibidagi transpeptidazani yo'q qiladi va transpeptidaza yo'q bo'lgandan keyin bakteriya devori nobud bo'ladi. Endi bu funksiyaga yoki bu qobiliyatga bakteriya ham tek qarab turmaydi. Ularda tarkibida yoki bo'lmasam ichida. Hop, ya'niki gram musbatlarda hujayra ekstrasellyular qavatda, ya'niki mana bu qavatga to'g'ri keladi. Gram negativlar esa periplazma bo'shlig'ida moddalar bor, ya'ni ular beta laktamaz deb ataladi. Xuddi mana bu tishli tuzilmalar bunga misol bo'la oladi. Ularning vazifasi bakteriya hujayra yoki bakteriya devorini nobud qilish uchun yuborilgan antibiotiklarni zararsizlantirib yuborish maqsadida bakteriyaning o'zi tomonidan chiqarilgan jangchilar deb atasak ham bo'ladi. Xo'p do'stlar, endi gram musbat ham, gram manfiy yoki gram negativ, gram pozitiv bakteriyalarda ham o'ziga yarasha boshqa tuzilmalar ham bor. Bular gram musbatlarga tegishli texoy hamda lipotexoy kislota hisoblansa, gram negativlarda bu lipopolisaxarid hisoblanadi. Ya'ni bularning vazifasi nima ekan degan bo'lsak, har ikkalasi ham bakteriya va organizm o'rtasidagi munosabatni ta'minlaydi. Ya'ni bakteriya tomonidan organizmga bo'ladigan salbiy oqibatlar olib kelish tuzilmalar hisoblasak bo'ladi. Misol uchun, gram pozitivlarda e'tibor beradigan bo'lsak, lipotexoy kislota deb nomlangan strukturasi bor mana. Ya'ni shu lipopolisaxarid qismidan hosil bo'layotgan. Endi hujayra devoridan ham hosil bo'ladigan boshqa tuzilmasi esa bizda endi bu texoy kislota deb ataladi. Ularning vazifasi nima deydigan bo'lsak, misol organizmda mavjud bo'lgan makrofaglar bilan ular bevosita aloqa qilib va makrofaglardan bizga tumor nekrozis faktor, interleykin 1, interleykin 6 kabi sitokinlarni ishlab chiqaradi. Va bu sitokinlar organizmga qanday ta'sir qiladi deydigan bo'lsak, albatta arterial bosimni tushirib yuborish, isitma kabi holatlarga olib kelishi mumkin. Endi gram negativlarda ham xuddi shunga o'xshash tuzilma bor, faqatgina bu boshqacha nomlanadi. Bu lipopolisaxarid hisoblanadi. Mana e'tibor beradigan bo'lsak, buni do'stlar 3 xil strukturasi bor, 3 xil yoki qismi bor desak bo'ladi. Birinchi qismi, ikkinchi qismi va uchinchi qismi.
Hop, birinchi qismi bu bizda bo'ladi nomi lipid A qismi. Lipid A qismi. Ikkinchi qismi esa bizda polisaxarid qismi. Polisaxarid. Uchinchi qismi esa O antigen deyiladi. O antigen. Bular qanday vazifalari bor deydigan bo'lsak, hop do'stlar, lipid A qismi qo'shq qavatli lipiddan hosil bo'layotgan uchun lipid A deb nomlanyapti. Ikkinchi qism polisaxarid esa faqatgina tayanch vazifasini bajarib qolyapti. Endi O antigen qismi esa bizda tasavvur qiling, bakteriya umuman shu 3 ta qismdan qaysi qismi ahamiyatga molik yoki makrofaglar bilan aloqa qiladi degan bo'lsa, bizdagi mana shu lipid A qismi bizdagi makrofaglar bilan aloqa qilib, ya'niki makrofaglar ishlab chiqargan chumildagi faktor interleykin 1, interleykin 6 lar kabi sitokinlar ishlab chiqariladi va ular esa arterial bosimni tushirib yuborish va isitma yuqori haroratga sabab bo'lishi mumkin. Endi do'stlar, O antigen nima ish bajaradi deydigan bo'lsak, tasavvur qiling, bakteriya organizmga kirgandan keyin organizm tomonidan ishlab chiqarilgan anti tanalar bor. Ya'ni xuddi shunaqa teskari Y shaklidagi shuni mana pastki qismi antigen FAB deb nomlanadi qismi, ya'niki fragment antigen binding deydi. Bular qanday ish bajaradi deydigan bo'lsa, shu anti tanalar kelib, shu lipopolisaxaridni O antigen qismiga kelib birikib olib, ularni ishiga to'xtatib qo'yish uchun xizmat qiladi. Do'stlar, bakteriya qavati strukturasi haqida umumiy ma'lumotlar xuddi shunday. Endi biz gram usuli haqida ko'p gaplashdik. Quyida keyingi slaydda gram usulida qanday bo'yalish tartibi ketma-ketligini ko'rib o'tamiz. Do'stlar, gram bo'yash usuli haqida gap boshlaydigan bo'lsak, gram bo'yash usulida dastlab biz olgan namunamizni yoki bakteriyani fiksatsiya qilib olamiz. Ya'ni fiksatsiya degani qotirib olish deb tarjima qiladigan bo'lsak, shu namunamizni, buyum oynachasidagi namunamizni bir muddat olovga qo'yib, qizdirib, qotirib olamiz, ya'ni fiksatsiya qilib olamiz. Keyingi usulda esa bir qancha bo'yoqlar ishtirokida biz gram musbat hamda gram manfiy bakteriyalarni bir-biridan farqlab olishimiz mumkin bo'ladi. Dastlab o'zi biz mikroskopik ko'ruvni amalga oshirganimizda bizda mavjud bo'lgan gram pozitiv va gram negativ bakteriyalar ikkalasi ham bizga rangsiz ko'rinadi. Endi dastlab umumiy bizda kristal violet deb nomlangan siyohni tomizadigan bo'lsak, hamma strukturalar 60 sekund mobaynida bir xil rangga, ya'niki shu fioletoviy rangga kirib qoladi. Keyingi bosqichda esa biz bularga qo'shimcha tarzda yod tomizamiz. Bu shu sabzi rang ishtirok etadi. Bunda ham hujayra gram pozitiv va gram negativlarda ham rang umumiy tuzilishi o'zgarishsiz qolyapti. Uchinchi holatda esa bizda transparent yoki bo'lsam shaffof bo'lgan etil spirtni tomizadigan bo'lsak, endi etil spirtning natijasida bizda gram musbat bo'lgan bakteriyalar o'z rangini o'zgartirmayapti, chunki ularning hujayra devori qalin edi. Gram negativlarda bo'ladigan bo'lsa, bu yuvilib ketyapti. Va to'rtinchi rangimiz bo'lsa, safraninda tomizadigan bo'lsa, endi bizda gram negativ bakteriyalar transparent shu rangsiz holatda qolgani uchun ular yana o'ziga shu safranin pushti rangni o'ziga biriktirib olyapti. Demak, qanday xulosa qilamiz ekan desak, gram musbat bakteriyalarning hujayra devori qalinligi uchun dastlabki bosqichdagina bizda kristal violet o'ziga shimdirib oldi, boshqa bo'yoqqa o'zi ularda joy qolmayapti. Gram negativlarda hujayra devori yupqaligi uchun ular etil spirtni tomizgandan keyin yana yuvilib ketyapti va keyingi bosqichda yana pink yoki bo'lmasa pushti rangga kirib qolyapti. Endi umumiy tushuncha qiladigan bo'lsak, gram musbat bakteriyalarda hujayra devori yoki bo'yalganda bizda doimo fioletoviy rangda ko'rinayotgan, gram negativlarda bo'ladigan bo'lsa, bu pushti rangga kirib qolar ekan. Xo'p, endi do'stlar, hamma bakteriyalar ham gram usulida bo'yalishga mos kelmasligi ham mumkin. Misol uchun bu yerda gram usulida ko'rinmaydigan bakteriyalarga bir qanchasi misol qilib keltirilgan. O'zi bunday bakteriyalar zamburi umuman mikroorganizmlar turi juda ham ko'p, faqatgina bizda eng asosiy yoki bo'lmasam shu imtihonlarda, shu case'da, UCML sistemasida high yield'lari belgilab berilgan. Misol uchun Mycobacterium
bakteriyasida aytilganki, devorda yuqori miqdorda lipid borligi uchun biz shu gram usulida bo'yashga bizga noqulaylik tug'diradi. Yoki bo'lmasa mikoplazmada ham hujayra devori mavjud emasligi uchun gram usulida bo'yash mumkin emas. Yoki riketsiya va xlamidiylar bizda intrasellyulyar bo'lganligi uchun ham gram usulida bo'yash birmuncha bizga noqulaylik tug'diradi. Bundan tashqari faqatgina gram usulida bo'yash usuli bormi degan savol tug'ilmasligi uchun o'zi bo'yash usullari bundan tashqari bor. Misol uchun bitta gemzostain deyilgan, bundan tashqari periodic acid shift deyilgan, shu PAS deb qisqartirib kelishi ham mumkin. Bular treponema Whipple yoki treponema kasalligida bunga uchrashi mumkin. Endi do'stlar, gram usulidan tashqari bizda aytdik, Sennesen usuli ham bor. Bunda biz shu gram usulida bo'yalmagan mikobakteriyani yoki nokardiyani bo'yab ko'rishimiz mumkin. Bundan tashqari India Ink bo'yash usuli, ya'ni Cryptococcus neoformis deb nomlangan zamburug'ni biz ko'rishimiz mumkin. Silvestrin yoki kumush bo'yoq ishtirokida Pneumocystis jirovitsi yoki legionellani bo'yab ko'rishimiz mumkin bo'lyapti va oxirida fluorescent antibody stain desa treponema mikroorganizmini bo'yash usulini ko'rishimiz mumkin. Xo'p do'stlar, bundan tashqari o'zimizda juda ham ko'p bo'yash usullari bor, lekin hammasi ham biz uchun unaqa ahamiyat jihatdan bularchalik emasligi uchun faqatgina ba'zilari berilgan xolos. Xo'p do'stlar, umumiy sizlar bilan bugun bakteriya devori strukturalari, ularda qanday funksiyalari borligi va gram bo'yash usuli va gram bo'yash usulidan tashqari boshqa bo'yash usullarini ham qisqacha ko'rib o'tdik. E'tiboringiz uchun rahmat.